olmasin diye. Masjidga yurardik, ertaman kechgacha. Masjid supurib, polni artib, qo'linlarlar shuni yurardik. Kech payt birga olib kelardi. Xuftonga bomdodda chiqib ketardik, bomdoddan oldin chiqib ketardik. Xuftonni o'qib qaytib kelardik. Dadam kunduzi bilan yig'inlarga olib ishlarni qilib, Xuftonni o'qib birga qaytardik. 6 yosh bola, 6 yosh bola opasi bilan qolmasin, o'zini opasi bilan. O'zini jigari bilan opasi bilan yashamasin degan. Shuning uchun olib ketadi dadamiz. Chunki albatta tabi bir-biriga o'tadi. Ana shu muammolarni hal qilish kerak. Keyin erkaklarni erkak sifat qilib o'sha chunki ayol erkakda o'zida yo'q sifatlarni topganda unga mahliyo bo'ladi. Ayol erkak ham ayolda o'zida yo'q sifatlarni topganda mahliyo bo'ladi. Shunda bir-biriga chambarchas bog'lanadi. Bir-birini to'ldiruvchi bo'ladi. Shuning uchun erkak ayol bir-biriga zid emas, mutakomil deydi, bir-birini to'ldiruvchi deydi. Bir-biriga aks emas, bir-birini to'ldiruvchi.